Navbatdagi mavzu uchburchakning balandliklari, xossalari. Uchburchakning balandliklari, xossalari. Uchburchakning demak balandligi bizga tanish. Albatta, uchburchak balandligi bu uchburchakning uchidan chiqib, uning qarshidagi tomonga perpendikulyar kesma. Masalan, BD. Bu yerda demak uchburchakning balandligi hisoblanadi. Uchburchakning balandligi tushirilishi natijasida AC tomon, mana keling, mana ABC o'tkir burchakli uchburchak bo'lsin, o'tkir burchakli uchburchak mana berilgan va BD uning balandligi. Demak, u ajratgan, mana AC tomonni ajratgan AD kesma bu AB tomonning AC tomondagi proyeksiyasi hisoblanadi. Proyeksiyasi AB tomonning AC tomondagi proyeksiyasi bu AD hisoblanadi. CD kesma BC tomonning AC tomondagi proyeksiyasi hisoblanadi. Demak, BC tomonning AC tomondagi proyeksiyasi bu CD hisoblanadi. Agarda A burchak uchidan AY balandlik tushiradigan bo'lsak, mana AY balandlik bo'ladigan bo'lsa, u holda mana yuqoridagi xulosalardan bevosita xulosa chiqarib, BY kesma AB tomonning BC tomondagi proyeksiyasi. SY kesma esa SY demak AC tomonning BC tomondagi proyeksiyasi hisoblanadi. Demak, SY kesma AC ning BC dagi proyeksiyasi. Xuddi shunday S uchidan balandlik tushiradigan bo'lsak, mana CF balandlik tushiradigan bo'lsak, u holda demak mana CF balandlik AF AC tomonning AB tomondagi proyeksiyasi, BF esa BC tomonning demak AB tomondagi proyeksiyasi hisoblanadi. Va balandliklar kesishgan nuqta H, gargi mavzularimizda aytib o'tganmiz, demak H orto markaz hisoblanadi. Uchburchakning balandliklari demak bir nuqtada kesishadi. Endi demak balandlik xossalariga o'tadigan bo'lsak, dastlab buni o'tkir burchakli uchburchakda tahlil qilaylik, sekin demak o'tmas burchak uchburchaklarida ham uning ko'rinishlarini tahlil qilamiz. Keling, mana biror bir uchburchak olaylik. A, B, C tomon uzunliklari bo'lsin. BD balandlik tushirilgan, demak AB C ga teng, AC B ga, BC A ga teng. BD balandlik. Demak, savol berilyapti, mana AD kesma uzunligini toping. AD ning uzunligini topish uchun bu yerda turli yo'llari bor. Buni keling, mana ikkita usulni ham ko'rsatamiz. Birinchi usul oddiy kosinslar teoremasi yordamida topiladi. Bu ikkita usul bir-biriga juda ham o'xshaydi, faqatgina o'sha bittasida to'g'ri tayyor formula orqali, ikkinchisi esa demak Pifagor teoremasi bo'lganligi bois bular aslida bir-biriga yaqin usullar hisoblanadi. AD kesma uzunligi ABD uchburchak to'g'ri burchakli bo'lganligi bois, mana burchak A ni demak to'g'ri burchakli ABD. Burchak A alfa burchak bo'lsa, AD kesma bu AB ko'paytirilgan kosinus alfa yoki C ko'paytirilgan kosinus alfa ga teng bo'ladi. Kosinus alfani biz kosinuslar teoremasi yordamida bizga yaxshi ma'lumki, bu 2bc ga teng bo'ladi va c'lar qisqarishi natijasida b kvadrat plus c kvadrat minus a kvadrat bo'lingan 2b tarzda AD osongina topiladi. Agarda buni ikkinchi bir ko'rinishda aniqlash ham mumkin. Mana kiritamiz, mana uchburchakning tomonlarini topilishi kerak bo'lgan kesmani x desak, demak DC kesma bu o'z-o'zidan b minus x ga teng bo'ladi. Balandligini h deb kiritadigan bo'lsak, u holda x kvadrat plus h kvadrat c kvadratga teng, b minus x ning kvadrati plus mana h kvadrat ikkinchi uchburchakda yana Pifagor teoremasiga ko'ra a kvadratga teng. Va ularni o'zaro bir-biridan ayiradigan bo'lsak, natijada aynan bu yerda o'sha x kesma yuqoridagidek b kvadrat plus c kvadrat minus a kvadrat bo'lingan 2b ko'rinishda aniqlanishi mumkin bo'ladi. Bu demak AB kesmaning AC kesmadagi proyeksiyasi aniqlandi. Agarda CD kesma aniqlanishi kerak bo'lsa, boshqacha aytganda BC tomonning AC tomondagi aynan xuddi shu yo'llar bilan aniqlanishi
mumkin bo'ladi. Endi navbatdagi masalani ko'raylik. Mana uchburchak ABC demak berilgan. AB tomon 8 ga, BC tomon 5 ga, AC tomon demak 6 ga teng ekanligi ma'lum bizga. Demak mana 8, 5, 6. Savol berilyapti. Deylik mana B'dan balandlik tushirsak, B'da savol berilyapti. Mana AD va CD kesmalarini aniqlang. Yuqoridagi demak xulosalar yordamida yondashadigan bo'lsak, bu yerda keling mana o'sha Pifagor teoremasi yordamida topamiz deydigan bo'lsak, mana ushbu CD kesmani x desak, AD kesma 6 - x va balandlikni h deb belgilaydigan bo'lsak, hosil bo'lgan ikkita to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llaymiz mana. Barobar demak 64 ya'ni 8 ning kvadratiga teng. Ushbu tenglikdan o'zaro bir-biridan ayiradigan bo'lsak, mana 36 plus 12x barobar minus 39 ga teng bo'ladi. Natijada 12x teng minus 3, x barobar minus 1/4. Ahamiyat bersangiz, demak CD kesmani manfiy qiymat, ya'ni x deb belgilaganmiz, CD kesmani manfiy qiymatga teng bo'lgan holat paydo bo'ldi. Bunday hollarda o'quvchilar ko'p hollarda buni nega shunday bo'lganini izohini bilishmaydi. Bunga sabab biz har doim har qanday masalada bu matematiklar yoki o'sha o'quvchilar juda ham yaxshi biladi. Har qanday o'quvchi yoki abituriyentga yoki umuman matematika bilan qiziquvchi shaxsga uchburchak chizing desa, demak statistikaga ko'ra 95% odam demak aynan beixtiyor o'tkir burchakli uchburchak chizib qo'yishadi. Masalalarda biz tomonlar berilgan 8, 5, 6 yoki yana qandaydir 3 ta tomon berilgan hollarda birdaniga bu uchburchak qanday turdagi uchburchak ekan, o'tkir burchaklimi yoki o'tmas burchaklimi degan savollarni tahlil qilmaymiz. Bunga balki hojat ham yo'q deyish mumkin. Qachonki mana bunday x yoki kesmani manfiy qiymatda chiqqanligida esa buni darrov payqash kerak va buni o'sha o'tmas burchakli uchburchak bo'lgani boisdan aynan shunday bo'lganligini demak tushunib yetish zarur hisoblanadi. Mana haqiqatdan mana uchburchakni to'g'ri qoidalarga asosan chizadigan bo'lsak, uchburchak o'tmas burchakli, mana 8 ning kvadrati 64, 5 kvadrati va 6 ning kvadrati yig'indisi 61. Ya'ni ushbu tomon, ushbu C burchak o'tmas burchak hisoblanadi va natijada B dan tushgan balandlik demak AC ni davomiga tushganligi bois CD kesma manfiy qiymatda. Aslida bu yerda demak CD kesma aynan shu sonning demak moduliga, ya'ni musbat qiymatiga teng ekanligini aytish yoki ko'rish mumkin. Mana masalan bu yerda CD ni topdik. AD esa 6,4 ekanligiga xulosa qilish mumkin bo'ladi. Demak, aynan mana shunday manfiy qiymatlar chiqqanda ushbu burchakni o'tmas burchakli ekanligiga demak e'tibor berish zarur bo'ladi. Navbatdagi xossa uchburchakning balandliklari bilan demak uzviy bog'liq. Mana masalan, keling uchburchakning balandliklarini HA va HB deb belgilasak, mana BD va AY balandliklar, AY balandlik HA, BD balandlik demak HB. Xuddi shunday A burchakni alfa, B burchakni esa beta deb belgilaymiz. AB tomon C ga teng bo'lsin. Uchburchak ABY da sinus beta bu HA bo'lingan C ga teng bo'ladi. Uchburchak ABD da sinus alfa HB bo'lingan C bo'ladi va ularni ustma-ust bo'ladigan bo'lsak, natijada sinus betaning sinus alfaga nisbati HA ni HB ga nisbati. Ya'ni bundan xulosa chiqadi. HA ko'paytirilgan sinus alfa, HB ko'paytirilgan sinus beta ko'rinishdagi demak tenglik hosil bo'ladi. Bu go'yoki sinuslar teoremasiga o'xshaydi. Agar buni yanada o'sha tadqiqotni davom ettiradigan bo'lsak, HC ko'paytirilgan sinus gammaga ham bu demak ifoda teng bo'ladi. Mana ushbu demak qonuniyat yoki o'sha burchaklar va uchburchakning burchaklarining sinuslari va uning balandliklari orasidagi munosabat, ular demak uchburchakning balandligi va shu balandlik chiqqan burchak sinusini ko'paytmasi o'zgarmas miqdor. Ya'ni ular uchburchakda 3 ta qiymat ham o'zaro teng bo'ladi degan xulosa yasash mumkin. Bunga oid bir nechta masalalar ko'rish mumkin. Mana masalan dastlab teng yonli uchburchak berilgan. Demak mana ABC teng yonli uchburchak, AB BC ga teng. Burchak A alfaga teng va demak yon tomonga tushirilgan balandlik AY balandlik H bo'ladigan bo'lsa, masalan shartiga ko'ra asosga tushirilgan balandlikni aniqlash talab qilinyapti. Demak BD balandlikni aniqlashlar qilyapti. Ma'lumki, demak asosdagi burchaklar teng alfa bo'lsa, burchak ABC ni
180 minus 2 alfa ekanligini aniqlash mumkin. Yuqoridagi formulaga ko'ra mana HA ko'paytirilgan sinus alfa teng HB ko'paytirilgan sinus beta tenglikka ko'ra HA bizda H ga teng alfa burchak, demak bu yerda ham alfa. HB ni demak biz aniqlashimiz zarur. Beta burchak o'rnida endi bemalol sinus 180 minus 2 alfani qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Natijada HB barobar H sinus alfa taqsim sinus 2 alfa, demak formulaga ko'ra bu sinus 2 alfa 2 ko'paygan sinus alfa kosinus alfa bo'lgani bois, demak HB B3 dan chiquvchi balandlik H taqsim 2 kosinus alfaga tengligi osongina demak kelib chiqar ekan.